Betonkaga bir qadam, hamma kommunikatsiyasi bor. Shunday zamonaviy to'yxonani Biyobetida joylashgan Qizg'aldoq mahallasiga kelganmiz. Qaranglar, mana shunaqa yangi xonadonlar tushgan. Shuni Novostroykan orqasida joylashgan. Uylarimizdan biri hozir sotuvga chiqyapti. 169 ming narxi belgilandi. 1.9 sotuv maydoniga ega. Remontlari tayyor, 6 ta xona, sanuzulli soni 4 ta bo'lyapti. Yo'q, 5 ta ekan, hovlini qo'shadigan bo'lsak. Xo'p, hovlimizda keng qilingan, bemalol mashina qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda katta ziloniy zonasi bor, letniy kuxnyasi bor, bu yerda sanuzul bor joylashgan. Podvalga tashqaridan ham kirsa bo'ladi, uy ichidan ham kirsa bo'ladi. To'liq podval qilingan. Narxiga zo'r varianti bo'layman. Tanishlik uchun jo'natib qo'yinglar, sizlar bilan bo'lsa to'liq videoga ko'rib chiqamiz. Uyga kirishimizda hol qismi qilingan. Yaxki zona qilib o'tirsanglar bo'ladi. Uyimizdan ranglar zo'r tanlangan, remontlar yaxshi chiqqan. Kirishimizda chap qo'lda oshxona qismi, oshxona mebellari bilan tayyor turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, dal yuramiz. Narxiga lekin zo'r variant. Bu yerda bitta общий sanuzul, santexnikalar qilinmagan, buni o'zingizlarning vkusiga qarab qo'yib olasizlar. Bu bo'lsa birinchi etаж uchun bitta spalniya xonasi. Oynalar orqa hovliga qaragan. Xo'p, bu yerda bo'lsa zal qismi. Zalimiz ham katta keng qilingan. Oynalari orqa hovliga qaragan. Sopli polli qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Podval keladigan bo'lsa, podvalimizda to'liq podval qilingan, o'zini холодный zonasi va kotelniy xonasi bor. Hop, ikkinchi etajni ko'ramiz endi. Betonkaga yaqin, katta ko'chaga yaqin bo'lsin deb rosa so'radinglar. Mana shu atrofdan narxi ham arzonroq bo'lsin degandinglar. Mana sizlarga narxi arzonroq, betonkaga yaqin joy. Hop, chiqishimizda hol qismi 4 ta xona, 2 ta sanuzul bo'lyapti. Mana shundan boshlab ko'rib ketamiz. Bu birinchi spalniya. Keyingisi spalniya o'zini sanuzul bilan, bu yerda bo'lsa mana balkon qismi bor. Mana Novostroyka yo'l yuzidagi uy yog'i betonka. Bu spalniya ichida mana o'zini sanuzuli bor. Xo'p. O'rtada yana bitta sanuzul общий. Katta qilingan. Bu bitta детский spalniya. Va oxirgi xonamiz bitta kattaroq xona. Buni xohlasanglar katta spalniya qilsalar bo'ladi yoki bitta zal qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Hamma informatsiya opisiyanida bo'ladi. Narxi 169 ming, 1.9 sotuv maydoniga ega. Zamonaviy to'yxona bu yoq tarafida bo'ladi. Betonkaga taxminan 300-400 metr. Joylashgan joyi zo'r, hamma kommunikatsiyasi bor. Kanalizatsiya, svet, gaz, umuman muammo yo'q. Videoni tarjima qilib qo'yinglar. Hammamizga yangi uylar nasib qilsin.